Tarbiyachilarimizni ishlarini birgalikda kuzatamiz. Ular qanday innovatsiya bo'yicha ishlashyapti. Hozir birgalikda yakunlangandan keyin albatta kuzatamiz, baholaymiz. Juda chiroyli chiqibdi. Tarbiyachilarning yangi innovatsion g'oyalari juda ham chiroyli chiqibdi. Yana yangi innovatsiya tashlandiq materiallardan ham foydalanishyapti. Qizlarimiz ishlarini tugatgunga qadar navbatdagi judayam qiziqarli harakatli o'yinlar haqida gaplashib olamiz. Demak, qiziqarli harakatli o'yinlardan timsohdir, pedagog, jihozlar, rangli kartochkalar, savollar yozilgan konvert, qo'ng'iroq yoki chapak. O'yin tartibi: pedagoglar ikki tomonga bo'linishadi. Tarbiyachi bilan yoki boshlovchi savollar beradi. Masalan, savol: Reggio Emilia qaysi davlatda yaratilgan? Kim birinchi qo'ng'iroqni chaladi yoki chapak chaladi? Javob beradi. To'g'ri javob uchun 1 ball beriladi. Keyingi savol: Ilk qadam dasturining asosiy maqsadi nima? Rivojlantiruvchi markaz nima? Pedagogning asosiy vazifasi nima? Yuz tili tushunchasi nimani anglatadi? Savollar uchun 10-15 ta bo'lishi mumkin.